hurmatli obunachilar, xudo xolasa mana uzunzordagi ishimiz ham bitdi. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Balandligi 3 metr bo'lgan. Akril materialdan foydalanganmiz. Polni matoviy bo'lgan, eshiklari hamma yo'g'i. Dupvatan stalishniца, dupvatan korpuslari bilan o'rnatib berganmiz. Bu yerga xolodilnigini joylab berganmiz. Bu yerga mikrovalnovka duxovkasi. Bu yerga mashhur 4 talik funksiyali moykamizdan qo'yib berganmiz. 5 talik. Xudo xolasa hamma funksiyasi ishlayapti. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Dush qilib tushirib beradigan. Xudo xolasa hammasini ulab joylab berganmiz. Bu yerga gaz paneli o'rnatib berganmiz, vichkalari bilan birga. Bu yerga katta narsalar sig'adigan qilib pinal qilib berganmiz. Bu yerda mana unumli foydalanyapti. Mijozimiz hamma yoqni to'ldirib qo'ydi, xudo xolasa. Bu yerga o'rtasiga tumba qilib berdik. Bar sifatida foydalanadi. Bu tarafidan bemalol narsalarni qo'yib foydalanish mumkin. Bu tarafini chiroyli qilib dekorativniy narsa qilib qo'ydik. Shu ishga mos qilib. Zakazlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Bu ishimiz 22 millionga bitdi, xudo xolasa.